Sraz aytaman, bizada saboy idishlarimiz mutlaqo tekin jigarlar. Bitta ovqat olsanglar ham, 100 ta ovqat olsanglar ham, 10 kilo oshga ham, 10 kilo noringa ham hamma idishlarimizni olib kelib qo'yganmiz jigarlar. Bugungi qahramonimiz bizada qovurma lamon jigarlar. Bitta yeb ko'rsatmasam bo'lmaydi buni sizlarga jigarlar, mana qaranglar. Qovurma lamonni. Qaysi filmimizga tushib ketyapti ana. Ikkita qovurma lamon yegandan keyin kichkina do'lmachalarni bir-biriga surib qo'yadi-yu, "Sen ye, men ye" deydi. Keyin qiz bola yeb qo'yadi shu do'lmasini. Ya'ni ikkita yetimda lamonni yeb kelib o'pishib oladi-yu. Shunaqa shu multfilm esimga tushib ketdi jigarlar. Qovurma lamonimizning narxi bor yo'g'i 32 ming so'm jigarlar. Yeb ko'rib baho bermasanglar bo'lmaydi. Bunaqa saloniylar bilan yomon ketadi-yu. Qani, bismillah. Qarang. Sizda bitta tuxum bo'ladi bonusiga o'zida. Keraklar uchun, ya'ni bu kam deydiganlar uchun qovurma lamon ustiga bitta kotlet ham qo'yib berishadi. 10 ming so'm kotletimizdan narxi olganlar uchun, lekin o'zini ta'mi bormi jigarlar? Вообще ideal. Tuxumlari bilan mazza qilib yeydigan joylari. Qilas jigarlar. Hammalarni taklif qilamiz, shunaqa qovurma lamonlarni mazza qilib yeyish uchun jigarlar. Kelib, ta'miga o'zingizlar baho berasizlar. Bizning vazifamiz qo'yib borish, sizlarning vazifanglar kelib ta'miga baho berish jigarlar. Hammalarni kutib qolamiz Sardor kafesida. Bilmaganlar uchun yana eslatib o'tamiz. Ish vaqtimiz 7 dan 22:00 gacha. To'y oshi, milliy taom, shashlik salatlarda hammalarni kutib qolamiz. Men esa lamonni ichida davom etaman. Bo'ldi, Mahmud.